dunyo ketadi deb o'ylagandim, boshimni ushlab tura olmas edim. Navbatdagi insult bemorimizga bugun ruxsat beryapmiz. Bularda vertebra bazillar havzada bo'lganida, ya'ni bularning o'ng quloqlarida, ichki quloqida muammo bo'lganliklari uchun yurishda biroz qiyinchiliklarga yuzaga keldilar. Ya'ni bularda bosh aylanishi, o'zlariga xizmat qila olmaslik holatlari juda ham kuchli bo'lganida, mana 10 kunlik davodan keyingi holatlari haqida o'zlari aytadilar. Bosh opa kelganingizda qanday edi, hozir qanaqa? Bismillahirrohmanirrohim. Men kelganimda juda men o'zimni o'zim aniq qilib, men dunyo ketadi deb o'ylagandim, boshimni ushlab tura olmas edim, yura olmas edim. Hattoki bitta piyolani ham ushlay olmas edim. Allohga shukr, avvalam Alloh o'zi shifo bersin, qolmasa shifokorlarni muolajalari bilan shu holatga keldim. Katta rahmat shu shifoxonaning bosh shifokoriga, mana shu o'g'lim Elyor bolamga, Rahmat. hamshiralarga, barcha tibbiyot xodimlariga kattakon rahmat. Mana shu tuzatib, mana uyga sekin-sekin yurib ketishga menga kuch-quvvat berishdi. Alloh rozi bo'lsin hammaligidan.